Assalomu alaykum do'stlar, Qo'qon Ostiyanka bozorda 50 ming dizmi aka buni? 50 ming so'mlarga yangiliklarimiz ko'rishlari mumkin. 48 dan 52 gacha tushadi, keyin standart bo'ladi, belbog'li. Bemalol olib sotsalaring bo'ladi. Chunki razmer qolib ketdi, boshqa yo'q. Bularimiz 65 ming so'mlarga 48 dan 52 gacha tushadi. Xabar do'stlar. Bu tepadaglar qancha berdi? 45 ming so'm tushib qolibdi do'stlar. Bularimiz skidkada bemalol olib foydalansalar bo'ladi. Bu tepadaglarchi? 65 ming? Bular ham 65 ming so'mlar ekan. Bu 45 minglik. 45 ming so'mdan bularimiz qancha? 45 ming so'mdan skidkaga tushibdi do'stlar. 12 viloyatga dastlabki xizmatlar bor, bemalol olib sotsalaring bo'ladi. Bu to'g'rimizda qancha? 65 ming so'm bilan xabarlar standart do'stlar. Razmer qolib ketdi, boshqa bo'lmaydi, bemalol sotaverasizlar. Nomeringiz nechi? 91lik 151 1240 do'stlar. Shu nomerga telefon qilinglar. Faqat pachka olmoqchi bo'lsalaring telefon qilinglar. Bozor kuni yo boshqa kerak bo'lsa Telegram, kommentariya Telegram silkasini qo'yaman. Bemalol akasi orqali kelsalaring bo'ladi. Dushanbadan tashqari bu ayollar kiyimi, stenkan ichi har kuni bo'ladi do'stlar. Faqat dushanba kuni bo'lmaydi.